Mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun. Ben Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti vakolatidan Dunyo Qurultiyi qurilganligining 20 yilligini tabriklayman. Mushu munosabat bilan hozirgi va burungi xizmat o'tagan mushu rahbarlarga minnatdorligimni bildiraman. Bo'libmi Dunyo Qurultiyining hozirgi raisi Dolqin Isa, hozirgi ijroiya komiteti raisi Umar Qanot, muavin prezidentlar Farhod Yo'rinqash, Erkin Ekrem, Zübeyra Şemşidiller'e ve Kurultay'ın sabık reisleri Erkin Alptekin Efendi, Rabia Kadir Hanımlar'a Çin kalbimden minnettarlığımı bildirmen ve ularının körsetken hizmetige hürmetimni izhar kılman. 20 yıllık musabıqqa qaraydigan bolsak, mening shaxsan hozir gerçi hükümetde xizmat qilayotgan bolsammi, Qurultay bilan izchil birlikda xizmat qilib kelyapmiz. Bo'libmi şu siyasi, kanuni ve başka cihetlerden şu Qurultayniki hazırki rehberlerinden bulup mu uzun yıllık dostum Dolqin İsa bilen işbirlik ilip berip bu Qurultayning hizmetleriga bir yardımda beriş, heydekçilik qilish fursatiga erishganim uchun ko'p minnatdorman. Dünya Qurultayiniki bu devletlerinde her qaysi devletler ibatkan hizmetlerinden bir terkibi şu Amerika'daki hükümet organları bilen münasebet kuruş ve ular bilen birlikte Uygur meselesiga nispeten bir yeni siyaset ve mevcut siyasetini texim çuqurlashtirish ve icraya qilishga xizmat ishlashdak shunday bir ishbirligimiz mevcut. Biz endi bir hükümet organı bo'lsakmi, bizniki ijtimoiy jamiyat o'rtoqlarimiz var. Qurultay bizniki Müşü Komisyonunun ijtimoiy jamiyat o'rtoqlarimizning biri. Bular bilan doim ko'rish bo'lib turdi. Men komissiyon kelishni oldidimi, Qurultayniki burunqi raisleri, burunqi boshliqlarining Müşü Komisyon kelib, komissionerlar bilan va siyosiy maslahatchilar bilan ko'rishganligini xabarim bor. Endi bu komissionning qilayotgan xizmatidami Uyg'ur masalasi nihoyat muhim o'rin tutib kelyapti. Masalan, 2026 oyda biz resmi Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ga xat yozib, Uyg'urlar duch kelgan bu vaziyatni, Uyg'urlar yuz kelgan va beshni o'tkazayotgan bu qirg'inchilikni xalqaro qonuni bo'yicha irqiy qirg'inchilik deb ko'rishga tekshirib berishni tashabbus qilgan. Onun neticesini 2021 ayda resmi jaka qilishdan sobiq Tashqi ishlar ministri dunyoga e'lon qildi. Endi undan boshqa bu Uyg'ur masalasiga dünya cemaatçiliğinin Amerikalik siyasetçilerinin dikkatini merkezleştiriş için Uygurlarga bevosita münasebetlik 3 çoğun meselede biz ammaviy guvohlik berish yig'inlarini o'rlashtirdik va doklad chiqardik. Masalan, texnikaning bu hozir davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikda ko'rsatayotgan roli. Undan keyin ikkinchisi dunyo ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur mecburi emgek yoki qulluq emgek bilan yasalgan mahsulotlarning bulg'ash roli o'tayotganligi. Ondan keyin eng muhimi shu chegara halqagan bostirish harakatlari to'g'risida biz ommaviy guvohlik berish yig'inlarini o'rlashtirib, shu masalani sharialadik va bu siyosiy pozitsiyat tutadigan bir masala qatorida Amerika hukumatiga, Tashqi ishlar ministriga buni tashabbus qilib kelyapmiz. Endi bu bizning komissiyonninki eng cho'ng qiladigan xizmatining biri Amerika prezidenti, Amerika kongress ve Tashqi ishlar ministriga tashqi siyosat maslahat beradigan bir organ. Shu vajdan bu Uyg'ur masalasimi tashqi ishlar masalasiga bevosita tashqi ishlar munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatgan bir masala.
Bo'libmi Amerikaning Xitoy munosabatidagi muhim halqiliq masalalarning biri bo'lgani uchun bu yuqorqi bir necha masalani gavlandirib xizmatniki muhim qatorida tutib kelyapmiz. Undan boshqa biz yana shu Uyg'ur tashkilotlarining tashabbusi, Uyg'ur tashkilotlari bilan xizmat birligimizning tarkibi asosida bu Amerika Kongressidan o'tkazgan ikki cho'ng qonunga haydakchilik qildik va qonunning o'tishiga tashabbus pozitsiyasida bo'ldik. Bu qonunninki hozir ijro etganligidan Dunyo qurultiyining do'stlarining, himoyachilarining, a'zolarininki xabari bor. Endi ben bu so'zimning oxirida shuni ta'kidlaymanki, Dunyo qurultiyi shu tashkilotlarninki bir yetakchi rolini o'tagandan boshqa eng qiyin bir mezgilda shu hozirgi genocide yuz berayotgan shunday bir mezgilda dunyoning hamma yerlarida bu yerda bir ish, bu yerda bir ish bo'layotgan, dunyo siyosatchilarining diqqati chechilayotgan shunday bir mezgilda yetakchilik rol o'ynab xalqaroliq bir tashkiliy siyosiy harakatni o'ttirg'i chiqargan uchun shaxsiy men Dunyo qurultiyining rahbarlari bo'libmi rais To'lqin Isoga chin qalbimdan minnatdorligimni bildiraman. Tekrar Dunyo qurultiyining 20 yillik xotir kuni muborak bo'lsin. Dunyo qurultiyiga, rahbarlariga, himoyachilariga, do'stlariga rahmat aytaman va texnik ko'p muvaffaqiyat tilayman.